Salom hammaga. Bugun Tinkercad darslari 3-dars Arduino. Arduinoning ko'rinishi. Arduinoda 0 dan 13gacha PWM pinlar bo'lib, bunda 1 va 0, EXOTRX chiqish, ma'lumot almashish pinlari bo'ladi. Qolganlardan esa plus voltlarni dastur orqali chiqarish mumkin. Bu yerda GND bor, bundan -4 chiqadi. Bu yerda kuchlanish pinlari bor. Bu Arduinoga kiruvchi plus volt, GND hozir aytib o'tganimdek -4 chiqadi. Bundan 5 voltdan esa plus volt chiqadi. 3 voltda ham shunday. Bu esa Arduino Uno'ni miyasi bo'lmish Atmel 328P mikrokontrolleri. Bu qayta ishga tushirish tugmachasi, bu esa dasturlash porti. Bu Arduinoga keluvchi tokni qabul qilib oluvchi port. Bu yerda shuni kattaroq rasmdagi bor. Endi bu Arduinoni Tinkercad dasturida sinab ko'ramiz. Buning uchun Tinkercad dasturini ochib olamiz va Size'dan Selini tanlaymiz. Birinchi o'rinda Arduino olamiz. Keyin svetodiod. Endi buni bir-bir yuramiz. Katod minus. Mana anod plus. Masalan, ikkinchi oyoqchaga ulaymiz. Ikkinchi oyoqchaga ulagandan keyin plus bo'lgani uchun qizilga o'zgartiramiz rangini. Endi buni dasturlashga o'tamiz. Dasturlash uchun bloklar olib bo'lamiz. Ko'kdan ikkinchi blokni olamiz. Bu shu pinga baland tok yuborilishini buyruq beruvchi blok bo'lib, bundan ikkinchi pinni tanlaymiz, chunki biz ikkinchi pinga uladik. Endi buni 1 soniyadan keyin hozir shuni ishlatib ko'raylik-chi. Mana yonyapti. Endi buni 1 soniyadan keyin yana o'chib qolishiga to'g'rilaymiz. 1 soniya kutsin. Keyin bu boshqasini olib qo'ydim. Mana bu ikkinchisini 1 soniyadan keyin past bo'lsin. Endi buni ishlatib ko'ramiz. Hozir yana bitta 1 soniya kutishni qo'yish eson chiqdi. Endi ishlash kerak. Mana dastur ishlayapti. Ana shunday qilib dasturlab Arduinoni ishlatish mumkin. Hozir bunday portlagan belgisini chiqish sababi rezistor qo'ymaganmiz. Rezistor kuchlanishni kamaytirib beradi. Bu yerda kuchlanish katta. Shunga rezistorni plus oyoqchasiga ulab olamiz. Ikkinchi pinga ulagandik, endi ikkinchi pinga ulaymiz. Agar siz boshqa pinga ulagan bo'lsangiz, dasturdagi oyoqchan 2 ni o'rniga belgilagan piningizni kiritasiz. Mana portlash sodir bo'lmayapti, lekin chiroq yonyapti.